Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Humoyun yashirin ekran ko'rsataman. Bu ilova masalan nastroykada bo'ladi, qarang. Bunda ekranda bosib turasiz, keyin mana shunaqa bo'ladi-ku, undan keyin paramlar degan nastroyka rasm turibdi, o'shanga bitta bosasiz. Undan keyin pastga qidirasiz. Undan keyin mana shu turibdi. Ana shunga ustiga bitta bossangiz bo'ldi, mana. Mana asosiy ekran. Mana bu yerga yashirsangiz bo'ladi. Mana masalan qarang. Mana men sizga mana buni yashirib ko'rsataman. Yashirganingizdan keyin mana shu okni bosasiz. Bosganingizdan keyin mana. Masalan mana yerda mening anom turadi. U yo'q. Endi yana qaytarish uchun yana o'shanday boyadi asosiy ekran ilovalar yashirishga kirasiz. Mana bosganingizdan keyin mana ana shudagi masalan mana shumida bitta ustiga bosasiz va yana mana shu okni yana bir marta bitta bosasiz. Mana boya joyda mana yana turibdi qayta. Bo'ldi. Endi xayr do'stlar, bugun sizlar bilan yana men o'sha Humoyun bo'ldim.